Uy sharoitida qon bosimingizni tushirish uchun 5 ta maslahat. Birinchi navbatda tinchlanishga harakat qiling. Uyda hech kim bo'lmasa, shoshmasdan o'zingizni qo'lga olib, avvalambor uydagi agar siz gipertonik bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni ichadigan antigipertenziv dorilaringiz bo'lsa, unda vrachning avval yozilgan ko'rsatmasiga qarab doringizni qabul qiling. Agar siz avvallari hech qanday dori qabul qilmagan bo'lsangiz, uy sharoitida oyog'ingizga issiq vannochka qabul qiling. Bu aslida chag'ituvchi terapiya hisoblanib, bosimingizni nisbatan kamaytirib beradi. Sovuq suv bilan yuzingizga purkang. Qo'l sochiq bilan peshanangiz sohasiga sochiqcha qo'ying. Bu qon tomirlarini qisqa toraytirib, insult xavfini kamaytirib beradi. Va albatta limon, kiyik o'ti, romashka choyi yoki ba'zi shipovnik suvlardan iste'mol qilib ham qon bosimingizni tushirsangiz bo'ladi. Agar bu yuqori qon bosim ko'rsatkichingiz 10-15 daqiqada pasaymayotgan bo'lsa, avvalambor tez tibbiy yordamni chaqirtirib, o'zingizga birinchi yordam ko'rsating va albatta kardiolog shifokorning ko'rigidan o'tishni esingizdan chiqarmang. Sahifamga obuna bo'ling va storieslarimni kuzatib boring.